Mana o'z kanalining qadrli a'zolari, bugun xamir mushaqqalarimiz sizlarga 3 xilni ko'rsatib o'tamiz. Birinchisi asosan qattiq xamir uchun mo'ljallangan sondiqli variantlari. Ko'rishinglar mumkin. Bularni o'sha somsa lamon xamiriga ko'proq ishlatishadi. Bularning eng kichkinasi mana 15 kilodan boshlab 50 kilogacha bo'lgan variantlari bor. Bular Xitoy mushaqqalarimiz. Endi asosan yumshoqroq non xamiriga mo'ljallangan novxonalar ko'proq ishlatishadi. Turkiya mushaqqalarimiz. Bularimiz mana Chag'dash hamda Nenova brend asosida ishlab chiqargan ikki xil variantlari bor. Eng kichkinasi 15 kilodan, buni ham 50 kilogacha bo'lgan variantlari bor, xudo xolasa. Mana keyingilari spiralli mikserlarimiz 3 xili bor. Bularimiz funksiyalari ko'p, taymerlargacha bor. Keyingisi asosan pishiriqqa, nima deydi, kremga ishlatishadi. Ko'rishingiz mumkin. Bularimiz 7 litrdan 50 litrgacha bo'lgan variantlari bor. Mana bularni vinchilar 3 xil nasatkalar bo'ladi, vinchi hamda 2 xil. Xo'p. Bularimiz kimga to'liq ma'lumoti yoki xarid qilish uchun opsioner nomerlarga aloqa qilib, butun O'zbekiston bo'yicha yetkazib berish xizmatlarimiz bor.